Bugun Krabi orolida sayohatimizning birinchi kuni. Bu orolning har xil mashhur joylarini ko'rish uchun siz gid olishingiz yoki ekskursiya sotib olishingiz kerak. Get Ready with Me'dan keyin bizni ertalabdan kelishgan vaqtda gid olib ketdi. Nonushta qilishga ulgurmaganimiz uchun yo'lda magazinda yegan narsalar oldik. Yo'ldan keyin biz o'sha Billurday toza Emerald deb nomlangan ko'lga yetib keldik. Bu joy o'rmonning o'rtasida joylashgani uchun biz tepalikka 1 kilometr yurdik va nihoyat yetib keldik. Juda erta yo'lga chiqqanimiz uchun bu yerda hech kim yo'q edi. Suv rostdan ham Billurdek toza edi. Bu yerda maza qilib cho'mildik va boshqa lokatsiyaga yo'l oldik. Ketishimizda esa bu yerda juda ham ko'p turistlar to'lib ketdi. Keyingi lokatsiyamiz uchun yana 1 kilometr o'rmon bo'ylab tepaga yurdik. Keyingi lokatsiya Kristalniy ko'k deb nomlangan ko'l. Bu ko'lning rangi rostdan shunaqa ko'k ekan. Lekin bu yerda ilonlar borligi uchun cho'milib bo'lmas ekan. Keyin 100 yildan oshgan katta va eng qora daraxtni ko'rdik va o'rmon manzarasidan zavqlanib keyingi lokatsiyaga yo'l oldik. Qaytgancha ketishdan oldin biz ovqatlanib oldik. Bu yerda bizga shvedskiy stol qilib berishdi va bu ham tur ichiga kirar ekan. Keyingi lokatsiyamizga 1 soatlik yo'ldan so'ng yetib keldik. Bu joy Hot Spring Waterfall deb atalar ekan. Bu shasharadan issiq suv chiqib, tana uchun juda foydali ekan. Suvda 20 daqiqa turish kerak ekan. Bu orol albatta oilaviy va do'stlar bilan kelishga arziydigan joy. Shu bilan bugungi ekskursiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu videoni to'liq vlogini ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga obuna bo'ling.